Men Dilyaman va bugun erta bosqichdagi startap uchun asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari KPI hamda ustuvorliklar haqida qisqacha so'z yuritmoqchiman. Men Dilyaman va bugun erta bosqichdagi startap uchun asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari KPI hamda ustuvorliklar haqida qisqacha so'z yuritmoqchiman. Bu oysida tashrif buyuruvchi guruh hamkori sifatidagi ikkinchi faoliyatim bo'lib, bu yerda yuzlab asoschilarga namoyish kuni maqsadlarga erishishda va mahsulot bozor muvofiqligini izlash jarayonida maqsad qo'yish hamda uni amalga oshirish masalalarida yordam berdim. Men o'zim 2 marta Vice tashkilotchisi bo'lganman va bir nechta tez rivojlanayotgan startaplarda rahbarlik lavozimlarini egallaganman. Ogohlantirib qo'yay, ushbu suhbatimiz yakunida sizlarga uy vazifasi berishni rejalashtirganman. Umidim shuki, bugun biz vaqtingizni unumliroq sarflash yo'llarini topishimiz va mahsulotingizni bozorga moslashtirish jarayonini tezlashtirishimiz mumkin. Xo'sh, biz nima uchun bu haqda gaplashyapmiz? Endi startap asoschisi bo'lganingiz sababli vaqtingizni qanday sarflash sizning ixtiyoringizda. Buni sizga aytib turadigan hech kim yo'q. Siz muvaffaqiyatli startapni yaratish uchun har bir imkoniyatni sinab ko'rish va barcha ko'rsatkichlarni takomillashtirish kerakligini nazarda tutuvchi va yoki kabi iboralarni o'z ichiga olgan fikrni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Bu ma'lum darajada to'g'ri bo'lsa ham, baribir har kuni vaqtingizni qanday o'tkazishni o'zingiz tanlashingiz kerak bo'ladi. Oxir-oqibat startap asoschisi sifatida siz mahsulotingizning bozorga mosligi iloji boricha tezroq erishishni istaysiz. Ustuvorliklar muhim ahamiyatga ega va KPI asosiy samaradorlik ko'rsatkichlaringiz aniq bo'lish ustuvorliklarni belgilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Keling, avvalo bu atamalarning ta'rifini berib o'taylik. KPI qisqartmasi asosiy samaradorlik ko'rsatkichini anglatadi. Siz bu ko'rsatkichlarni ichki va tashqi jihatdan kuzatib borasiz hamda ular haqida hisobot berasiz. Bu ko'rsatkichlar siz muhim narsalarni o'lchayotganingizni ta'minlaydi va qilayotgan ishingiz natija berayotganini ko'rsatib beradi. Ustuvorlashtirish sizga har kuni ishlaringizni qaysi tartibda bajarishingiz kerakligini ko'rsatib beradi. Har kuni bajarishingiz mumkin bo'lgan cheksiz ishlar mavjud. Ishingiz hech qachon nihoyasiga yetmaydi. Biroq afsuski bizning vaqtimiz juda ham cheklangan bo'lib qoldi. Ustuvorlik sizga har kuni vaqtingizni qanday o'tkazishingizni va jamoangiz bo'lganida, ularni har kuni vaqtlarini qanday sarflashga yo'naltirishingizni ko'rsatadi. Va eng muhimi, ustuvorlik belgilash ro'yxatingizdagi qaysi o'ta muhim ishlarni bugun bajara olmasligingizni aniqlashga yordam beradi. Sizning vazifalar ro'yxatingiz quyidagicha ko'rinishi mumkin. Sariq rangda ajratib ko'rsatilgan bandlar men ustuvorlik berishni ko'zda tutayotgan elementlardir. Shuni ham e'tiborga olingki, ushbu ro'yxatdagi har bir band muhim tuyulsa-da, aslida ularning faqat bir nechtasigina biznesingizni chinakamiga oldinga siljitishi va mahsulotingizni bozorga moslashtirishi mumkin. Hamma narsaga ulgurib bo'lmaydigan dunyoda siz o'z KPI asosiy ko'rsatkichlaringizga tezroq erishishga yordam beradigan vazifalarga ustuvorlik berishingiz zarur. Xo'sh, nima uchun KPIlar va ustuvorliklar bitta mavzuda muhokama qilinmoqda? Zo'sh, ustuvorlash degani siz asosiy KPI ko'rsatkichlaringizga eng ko'p ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan narsalar ustida ishlayotganingizni bildiradi. Shuning uchun to'g'ri KPI asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini tanlash va qaysi vazifalar bu ko'rsatkichlarni eng samarali tarzda o'zgartirishini o'zingizga halol tan olish juda muhim hisoblanadi. Tez harakatlanayotgan paytingizda to'g'ri yo'nalishda ketayotganingizni tekshirib olish yanada muhimroq bo'ladi. Bugun bu o'xshatishni bir necha bor ishlataman. Shuning uchun e'tibor bering. Biz tez-tez shunday kompaniyalarga duch kelamizki, ular juda qattiq ishlashadi, lekin noto'g'ri narsani optimallashtirishga harakat qilishadi. Biz bularni maqtanchoqlik mezonlari deb ataymiz. O'zingizni yaxshi his qildiradigan va LinkedInda maqtana oladigan narsalar. Kun oxirida agar siz bu ko'rsatkichlarni asosiy maqsadlaringizga aylantirib qo'yish tuzog'iga tushib qolsangiz, vaqtingizni noto'g'ri ishlarga sarflagan bo'lasiz. Xo'sh, nima uchun KPIlar va ustuvorlikni belgilash muhim? Xo'sh, asos soluvchi sifatida vaqtingizni qanday sarflashni sizga hech kim aytib bermaydi. O'zingizni band va samarali his qilish. Ammo biznesingizni oldinga siljitmaslik juda oson. Bugun o'zingizni band his qilish uchun qilishingiz mumkin bo'lgan ba'zi keng tarqalgan misollarni keltiramiz. Qog'ozbozlik vazifalarini optimallashtirish. Ba'zan shunchaki yetarli darajada yaxshi bo'lishi sizga kerak bo'lgan hollar bo'lishi mumkin. Hech kim foydalanamayotgan xususiyat ustida mukammallikka intilish va hunarmandchilik qilish. Hali zarur bo'lmagan miqyosda oldindan optimallashtirish yoki tizim qurish. Foydalanuvchilaringiz istagan narsani yaratish o'rniga intellektual jihatdan murakkab bo'lgan muammoni yechishni tanlash. Kompaniyalarimdan birining ilk kunlarini eslayman. O'shanda biz bilan hamkorlik qiladigan yuridik firmani tanlash uchun harakat qilayotgan edik. Albatta, sizga advokat zarur va siz yaxshi advokatni tanlashingiz lozim. Suhbatlashish uchun juda ko'p odam bor ekan. Ularning aksariyati bizni tushlikka yoki ichimlikka taklif qilishni, ofislariga tashrif buyurishni xohlardi. Ular bizga barcha imkoniyatlarni ko'rsatmoqchi edi, do'stlar. Bu maqtovli va hashamatli tuyuldi. Biz o'zimizni juda band his qilardik. Ammo kun oxiriga kelib hatto ishni boshlay olmagan edik. Ha, yaxshi advokat tanlashga harakat qiling. Yo'q, bu sizning KPI ko'rsatkichlaringizga ta'sir etmayapti. Tez bajarib, yo'lingizda davom eting. Tez yugurish oson, ammo noto'g'ri yo'nalishda bo'lishi mumkin. Tez yugurishing va to'g'ri yo'nalishda yugurayotgan bo'lishing kerak. Startap qilayotganingizda vaqt juda qadrli bo'ladi.
Bozorga qanchalik tez kirsangiz, daromad olishni shunchalik erta boshlaysiz. Bu daromadni biznesingizga qayta sarmoya qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va tashqi mablag'larga kamroq qaram bo'lasiz. Hatto mablag' yig'ishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz ham, yaxshiroq shartlarda pul jalb qilish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Bozorga chiqish uchun ko'proq vaqt sarflash ko'proq mablag' sarflanishiga olib keladi. Nihoyat, sekin harakat qilishingiz raqobatchilarga sizni nusxalash va yetib olish uchun ko'proq imkoniyat yaratadi. Haqiqiy taraqqiyotga erishmasdan o'tkazilgan vaqt ham hissiy va aqliy jihatdan qimmatga tushadi. Hamda mablag' yig'ish va ishga qabul qilishda tashqaridan qizil bayroqlarni ko'tarishi mumkin. Shuning uchun ahamiyatsiz narsalarga vaqtingizni behuda sarf qilmang. Keling, ustuvorlik belgilash haqida gaplashaylik. Ustuvorlikni belgilashning ikki usuli mavjud. Startapingizga sarflagan vaqtingiz bilan hayotingizdagi boshqa narsalarga ajratgan vaqtingiz o'rtasidagi farq muhim omillardan biridir. Qaranglar yigitlar, men buni sizlarga ayta olmayman. Bu nihoyatda shaxsiy qarordir. Bu hayotingizda boshqa nima bo'layotganiga va vaqtingizni qanday o'tkazishni xohlashingizga bog'liq. Bu butunlay alohida mavzu bo'lib, bugun unga ko'p vaqtimizni ajratmaymiz. Shunday bo'lsa ham, men ikki muhim narsani ta'kidlamoqchiman. Birinchidan, tezlik muhim ekanligini yodda tuting. Ikkinchidan, bu sohada hamkorlik qilayotgan sherigingiz bilan kutilmalar borasida bir fikrga kelish juda muhim. Biz ustuvorliklar haqida gapirganimizda, startapingiz ustida ishlashga ajratgan vaqtingizni qanday sarflashingizni nazarda tutamiz. Bunda asosiy maqsad qimmatli vaqtingizdan foydalanib, eng ta'sirli va muhim ishlarni bajarishingizga ishonch hosil qilishdir. Ustuvorliklarni belgilashning birinchi qadami shunday. Keyingi bo'limda asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini qanday belgilash haqida batafsil to'xtalamiz. Lekin avval men bu jarayonning ustuvorliklarni aniqlashdagi ahamiyati haqida gapirmoqchiman. Shunday qilib, avvalo siz o'zingizning asosiy samaradorlik ko'rsatkichlaringizni aniqlashingiz zarur. Agar loyihangizni ishga tushirgan bo'lsangiz, asosiy ko'rsatkichingiz daromadning o'sishi bo'lishi lozim. Agar daromad o'sishini asosiy KPI sifatida belgilashni istamasangiz, buning sababini o'zingizga jiddiy ravishda tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Biz bu haqda keyinroq ushbu suhbatda batafsilroq to'xtalamiz. Ammo bu yerda ta'kidlash uchun yetarlicha muhim masala. Daromadga oid bo'lmagan KPI kamdan kam hollarda maqbul hisoblanadi. Biz keyinroq bu qoidaning bir nechta istisnolari haqida so'z yuritamiz. Agar siz ishga tushirishdan oldingi bosqichda bo'lsangiz, qisqa muddatli KPI ko'rsatkichlaringiz ishga tushirishgacha qolgan haftalar yoki foydalanuvchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar soni bo'lishi mumkin. Ammo ishga tushirganingizdan so'ng asosiy ko'rsatkichlaringizni KPI tezda daromad o'sishiga qaratishingiz lozim. Ikkinchidan, bu haftaga KPI maqsadingizni belgilab olishingiz zarur. Maqsad belgilash haqida keyinroq so'zlashamiz, lekin sizda qandaydir maqsad borligini tasavvur qiling. Misol uchun, kelasi haftaga yana 10 ta to'lovchi mijoz topish. Bu sizning uzoq muddatli maqsadlaringizga mos kelishiga ishonch hosil qiling. To'g'ri KPI maqsadlarini belgilash shu qadar muhimki, u sizga dastlabki o'sishning tez sur'atlarda kuchayib borishining dolzarbligini eslatib turadi. Maqsadlarni har hafta kuzatib borish esa bu haqiqatni doimo yodingizda saqlashga yordam beradi. Vaysida biz Airbnbning dastlabki kunlari haqida ko'p gapirardik. O'shanda asoschilar jamoasi o'zlarining haftalik KPI maqsadlarini hammom oynasiga yozib qo'yishgan ekan. Shunday qilib, ular kuniga bir necha marta bu maqsadlar bilan yuzma-yuz kelishgan. To'g'ri qilib asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash bilan bir qatorda eng yuqori KPIlaringizni harakatlantirish yo'lidagi eng katta to'siq yoki muammoni ham aniqlashingiz kerak. Bunga misol sifatida Hindistonda kundalik oziq-ovqat yetkazib berish xizmatini taklif qilgan va 2018 yilda Swiggy kompaniyasiga sotilgan va siz startapi Super Daily kompaniyasini keltirish mumkin. Super Daily o'z mahsulotining birinchi versiyasini chiqarganida dastlabki bosqichdayoq kutilmagan vaziyatga duch keldi. Takomillashtirilishi lozim bo'lgan son sanoqsiz narsalar mavjud edi. Bu biznesni tasavvur qilib ko'ringlar. Bu operatsion jihatdan murakkab bo'lib, mobil ilova, amaliyotlar, vositalar, inventarni boshqarish va joyida ko'plab tartibsiz logistika jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ammo ularning asosiy maqsadi o'sish edi va ular ro'yxatdan o'tish jarayonida ancha oldinga borgan. Lekin keyin yo'qolib ketgan foydalanuvchilarni saqlab qolish muammosini aniq ko'ra olishdi. Shunday qilib, ular o'zlaridan so'rashdi: nima uchun yuqori niyatli foydalanuvchilar hardga o'tmayapti? Bu ular hal qilish kerak bo'lgan eng katta muammo edi. Va buni tushunib olish uchun suhbatlar o'tkazish hamda tajribalar o'tkazishni birinchi navbatdagi vazifalar sifatida belgiladilar. Ushbu savolga e'tibor qaratib, ular yuqori maqsadli foydalanuvchilarning Super Daily tashimaydigan ma'lum bir sut brendini xohlaganlari sababli xizmatdan voz kechayotganini angladilar. Bu foydalanuvchi tajribasi yuz bilan bog'liq qiyinchilik yoki dastur muammosi emas edi. Shunday qilib, ular ro'yxatdan o'tish oynasini chiroyliroq qilish o'rniga o'sha sut brendini o'z tizimlariga qo'shib oldilar. Ular bu muammoni hal qilgach, voronkaning yuqori qismidagi foydalanuvchilar ya'ni og'zaki tavsiya orqali kelgan yoki Super Dailyni shunchaki qiziqib ko'rayotgan past niyatli odamlarni qanday jalb qilishni o'rganishga kirishdilar. Shunday qilib, foydalanuvchilar voronka bo'ylab eng yuqori maqsadli bosqichga yetib kelganida, endi ilovada eng mashhur sut brendini ko'rishardi.
va shu tufayli voronkaning pastki qismida yo'qotishlar bo'lmasligini anglagandilar. Sperdaily yangi brendni o'z tizimiga qo'shib olishi natijasida konversiya darajasini 50% ga oshirishga erishdi. Bu KPI'ni optimallashtirish uchun ustuvorliklarni jadal belgilashning oddiy tizimi. Birinchi maqsadlaringizga erishish uchun xayolingizga kelgan barcha g'oyalarni yozib qo'ying. Ular ustida darhol ishlay boshlash kerak emas. Yaltiroq yangi narsalarning ortidan quvish juda oson. Shunchaki ularni yozib qo'ying. Keyingi bosqichda siz vazifalarni muvaffaqiyat ehtimoli bo'yicha saralashingiz, so'ngra ularni murakkabligi yoki bajarish uchun ketadigan vaqtiga qarab ichki tartibga solishingiz kerak. Bir nechta vazifani tanlab, ularni bajarishni boshlaganingizda faqat bir ikkita narsani sinab ko'rishga harakat qiling. Agar KPIngiz o'zgarmayotgan bo'lsa, buning sababini o'zingizga chin dildan tan oling. Asl sababni tushunib yetganingizga ishonch hosil qilmaguningizcha, eshitish qiyin bo'lsa ham, nima uchun degan savolni bir necha bor bering. Yuqoridagi Sperdaily misolidagi kabi, bu shunchaki sut brendi singari oddiy narsa bo'lishi mumkin. Haftalik loyihalaringizda tahliliy yig'ilishlar o'tkazing. Siz ta'sir va murakkablikni oldindan baholamoqchimisiz? Ushbu sprintda bajarishni rejalashtirgan barcha vazifalarni tugatdingizmi? Agar yo'q bo'lsa, keyingi safar ularni maydaroq qismlarga bo'lib chiqing. Kontekst almashinishni kamaytirish uchun o'zingizga vaqt oralig'ini ajrating. Yoki biz aytgan soxta taraqqiyot vazifalarining ba'zilarini bilmasdan bajarib qo'yganmisiz? Keyingi safar yaxshiroq harakat qiling-da, so'ng tez oldinga boring. Agar qilgan ishingiz natija bermagan bo'lsa, o'rganing va keyingi safar boshqacha yo'l tuting. Aqlsizlikning ta'rifi bir xil ishni qayta-qayta qilib, turli natijalarni kutishdir. Ikkilanish sizni to'xtatib qo'ymasin. Yo'lni tanlab oling va oldinga qarab yuraverishni davom ettiring. Ideal holda siz tez suratda rivojlanishni maqsad qilgansiz. Aks holda tezroq ko'proq foydalanuvchilar bilan gaplashing. Yomon g'oyalaringizni tezroq ko'rib chiqib tashlang. Toki to'g'ri yaxshi g'oyalar ustida iloji boricha tezroq ishlashga kirishib keta olasiz. Qaror qabul qilishda ikkilanib vaqtingizni behuda o'tkazmang. Aqlni tekshirish uchun odatda ro'yxatingizga kiritilishi va kiritilmasligi kerak bo'lgan ba'zi narsalarni keltirib o'tamiz. Talking to users, and then building and iterating based on user feedback. When you're spending time talking to your customers and responding to support emails, there is a direct path to revenue growth. Biz bu yerda 90 holatlar haqida, ayniqsa boshlang'ich bosqichdagi startaplar haqida gapirayotganimiz sababli vazifangizda ko'rishingiz kerak bo'lgan namunaviy ishlar ro'yxatini keltiramiz. Foydalanuvchilar bilan muloqot qilish va ularning fikr-mulohazalari asosida mahsulotni yaratish hamda takomillashtirish. Mijozlar bilan suhbatlashish va qo'llab-quvvatlash xatlariga javob berish uchun vaqt ajratish. Bularning barchasi daromadning o'sishiga to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochadi. Mijozlaringiz nimani xohlayotganini bilishning yagona yo'li ular bilan doimo muloqot qilish, rivojlanishning yagona yo'li esa odamlar xohlaydigan narsani yaratishdir. Bu bosqichda sizga boshqa hech narsa ko'p yordam bera olmaydi. Quyidagilar vazifalar ro'yxatingizga kiritilmasligi kerak. Siz faol ravishda mablag' yig'mayotgan paytda o'tkaziladigan sodda passiv mablag' yig'ish sifatlari yoki shunchaki qahva ichishlari kerak. Narxni oshirishga qaror qilganingizda bu jarayon puxta o'ylangan, aniq maqsadga qaratilgan va ma'lum vaqt doirasida bo'lishi lozim. Konferensiyalarda qatnashish ba'zi alohida sohalardan tashqari. Bu odatda boshlang'ich bosqichda sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Uch ixtiyoriy texnik bosqichlarga erishish texnik ko'rsatkichlarni optimallashtirishga vaqt sarflash va Android ilovasini ishga tushirish haqida. Agar foydalanuvchilaringiz bularni jiddiy muammo deb aniq aytmasalar, bu hozirgi bosqichda soxta rivojlanish bo'lishi mumkin. Do'stlar, bu soxta taraqqiyot ro'yxati. Bundan uyalishning hojati yo'q. Aqlli odamlar bu narsalarni har doim o'z ro'yxatlariga kiritib qo'yadilar. Hammamiz buni qilganmiz. Bularning hammasi sizni o'zingizni yaxshi his qildiradigan ishlardir. Ular sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshiradi. LinkedInda maqtanishingiz mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar bular. Ular onangizni faxrlantirishi, sobiq sevgilingizni rashk qildirib qo'yishi mumkin. Ammo ular bajaradigan ish shuki, sizni mahsulot bozorga moslashishiga yaqinlashtirish emas. Mana ustuvor vazifalarni belgilashga uringaningizda miyangiz sizni aldab qo'yadigan ba'zi keng tarqalgan hiylalar. Bular sizning ongingiz uyat umidsizlik, hijolat, o'ziga ishonchsizlik kabi salbiy his-tuyg'ulardan qochishingizga yordam beradigan ayyor usullar va tuzoqlardir. Ko'pchilik odamlar past samarali vazifalarni bajarishga moyil bo'ladi. Nima uchun? Ular sizga muvaffaqiyat hissini beradi. Ro'yxatingizdagi narsalarni belgilab qo'yish imkonini yaratadi va bu juda aniq ko'zga tashlanadi. Startapingiz kelajagi noaniq bo'lgan bir paytda ro'yxatdagi vazifalarni bajarib borish katta qoniqish berishi mumkin. Bu tuzoqqa ilinib qolmang. Quyidagi misollar hujjatlarni optimallashtirish yoki litsenziyasiz aksiyadorlik kapitalini birlashtirish uchun haddan tashqari ko'p vaqt sarflashni ko'rsatadi. Bu optimallashtirish yoki yangilik kiritish zarur bo'lgan soha emas. Qonuniy va talablarga muvofiq bo'lish uchun oddiy tavsiyalarga rioya qiling. Biroz arzonroq ishchilar.
Ishchi sug'urtasi yoki kapitalning ozgina yaxshiroq tuzilmasi sizning biznesingizni na rivojlantiradi, na barbod qiladi. Potensial investorlar, maslahatchilar yoki hamkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazish yoxud odamlar hali xohlab xohlamasligini bilmagan yangi ajoyib funksiyalarni yaratish. Bularning barchasi sizni o'zingizni juda yaxshi va aqlli his qilishingizga sabab bo'lishi mumkin. Murakkab muammolarni hal qilish juda zavqli. Afsuski, bu sizga mahsulotingiz bozordagi muvaffaqiyatini tezroq aniqlashga yordam bermaydi. Bu shunchaki ro'yxatdagi narsalarni belgilab chiqishingiz bo'ladi. Men gapirmoqchi bo'lgan ikkinchi aqliy tuzoq shundaki, ba'zida siz o'zingizni aldab qo'yishingiz mumkin, aslida shunday bo'lmagani holda biror narsa samarali ishlayapti deb o'ylashingiz mumkin. O'zingizga halol bo'ling. O'zingizga, jamoangizga, investorlaringizga yoki onangizga ishlar yaxshi ketmayotganini tan olish yoqimsiz. Ammo muammolarni erta va tez-tez aniqlamaslik orqali o'zingizga hech qanday yaxshilik qilmayapsiz. Aksincha, bu sizga zarar keltirishi mumkin. Sekin o'sish aldamchi bo'lib tuyulishi mumkin. Sekin o'sishni mahsulotning bozorga mosligiga adashtirib olish oson. Ham sekin barqaror o'suvchi kompaniyalarda, ham o'z startaplarimda, ham Doordash singari aniq mahsulot bozor mosligi bo'lgan kompaniyalarda ishlagan kishi sifatida ishonchim komilki, bu turdagi o'sishlar bir-biridan tubdan farq qiladi. Men aytmoqchi bo'lgan uchinchi tuzoq bu mukammallikka intilish yoki qat'iyatsizlik tufayli rivojlanishning to'xtab qolishi. Hech narsa natija bermayotgandek tuyulganida, har bir qarorni kompaniyangizning taqdirini hal qiluvchi omil deb hisoblash juda oson bo'ladi. Aslida, ko'pchilik qarorlar muhim emas, muhim bo'lganlari uchun esa avval noto'g'ri qaror qabul qilib, keyinchalik uni to'g'rilash mumkin. Shunchaki harakatlanishni davom ettiring. Shunday qilib eng yaxshi holat, ya'ni siz ideallashtira oladigan ssenariy. Bu har safar to'g'ri qarorni tezda qabul qilishingiz mumkin bo'lgan vaziyatdir. Bu mutlaqo umuman imkonsiz ekan albatta. Buni hech kim uddalay olmaydi. Men ikkinchi eng yaxshi variantni tavsiya etaman. Tezda yetarli darajada yaxshi qarorlar qabul qilish va agar ular noto'g'ri bo'lib chiqsa, muvaffaqiyatsizlikka uchrab, undan saboq olib, tezda samarali yo'lga o'tish. Startap asoschisi sifatida siz har kuni o'nlab qarorlar qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Mahsulot bozorida o'z o'rnini topishingizga yordam bermaydigan narsalarga vaqtingizni behuda sarflamang. Esda tutingki, agar qaror qabul qilish qiyin bo'lsa, bu aslida qanday yo'l tutishingizdan qat'iy nazar xato qilmasligingizni anglatadi. Shunday qilib birini tanlang, harakatlanishda davom eting. Men gapirmoqchi bo'lgan 4-aqliy tuzoq bu yuqoriga intilish o'rniga pastga tushish ehtimolidan himoyalanishga haddan tashqari ko'p vaqt sarflashdir. Pastga yo'naltirilgan himoya oddiy va qoniqarli hisoblanadi. Kichik muammolarni bartaraf etish juda oson. Lekin innovatsiyalar ko'pincha bu jarayonda yuzaga kelmaydi. Yuqoriga intilish xatarli qadam tashlashni, ijodkorlikni va ko'plab muvaffaqiyatsiz urinishlarni talab etadi. Shuning uchun iloji boricha ko'proq takrorlanishlarni amalga oshirishga harakat qiling. Misol uchun, ko'plab operatsion guruhlarning o'zlarini elektron jadvallardan xalos qilish haqida gaplashayotganini eshitmoqdamiz. Barchasi bu bosqichda elektron jadvallar yaxshi ishlaydi. Ammo ma'lum bir nuqtadan keyin ularning samaradorligi yo'qoladi. Agar ular samarali bo'lsa, shunday davom eting. Kengaymaydigan ishlarni bajarish foydali. Agar ular buzilmasa, buning o'rniga foydalanuvchilaringizga mahsulotingizdan haftada bir marta emas, balki har kuni foydalanishlari uchun nima kerakligini aniqlashga vaqtingizni sarflang. Biz aytayotgan yutuqqa intilishning afzalligi ana shunda. Bugun e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan oxirgi tuzoq shuki, ba'zan yuzlashni istamagan katta hayotiy muammolar mavjud bo'lsa-da, kichik muammolarga e'tibor qaratib, ularni hal qilish bilan ovora bo'lishdir. Masalan, o'zingizga shunday deyishingiz mumkin: mening 150 ta foydalanuvchim bir bosishda buyurtma berishni so'rayapti. Qo'ying, men borib quraman do'stlar. Sizda bor yo'g'i 150 ta foydalanuvchi mavjud. Bu muammo hisoblanadi. Ehtimol so'nggi 3 oyda sizda atigi 150 ta foydalanuvchi bo'lgan. Ular endi tark eta boshlagan va hech kim yangi ro'yxatdan o'tmayotgan bo'lishi mumkin. Bu sizning eng katta muammongiz. Borib buni hal qiling. Shunday qilib ustuvorlik belgilash haqida qisqacha xulosani keltirib o'tamiz. Vazifalar ro'yxatingizdagi barcha narsani bajarib ulgurmaysiz. Ishingizni samarali tashkil etish uchun kaypalardan foydalanishingiz va asosiy paypingizga eng katta to'siq bo'layotgan muammo ustida ishlashingiz kerak. O'zingizga nisbatan samimiy bo'ling va xatolaringizni tezroq anglang. Endi to'g'ri KPI'larni qanday tanlash haqida so'zlashaylik. Esda tutingki, noto'g'ri yo'nalishda shoshilib yugurib, vaqtimizni behuda sarflashga haqqimiz yo'q. Keling, asosiy va qo'shimcha KPI samaradorlik ko'rsatkichlarini belgilab olaylik. Asosiy KPI yoki asosiy o'lchov bu biznesingiz to'g'ri yo'nalishda ekanligini baholash uchun qo'llaydigan eng muhim ko'rsatkichdir. Startaplarning mutlaq ko'pchiligi uchun asosiy KPI o'sish, ayniqsa daromad o'sishi bo'lishi lozim. Bu shuni ko'rsatadiki, siz odamlar istaydigan narsani yaratibsiz va ulkan biznes qurish yo'lida to'g'ri yo'nalishda ketyapsiz. Aytganimizdek, bu qoidaning bir necha istisnolari bor. Misol uchun, bozor platformasi biznesida asosiy KPI sifatida ro'yxatdan o'tishlar soni yoki umumiy savdo hajmini tanlash mumkin. Yoki uzoq savdo jarayoniga ega bo'lgan yangi korxona biznesi esa niyat maktublarini o'zining asosiy ko'rsatkichi sifatida belgilashi mumkin.
Ikkilamchi piyalar asosiy KPIga nisbatan aldov yo'qligini ta'minlash yoki asosiy KPI juda kech aniqlanganda erta ogohlantirish berish uchun to'g'ri yo'nalishda harakatlanishini kuzatib borish lozim bo'lgan ko'rsatkichlardir. Mana ikkilamchi KPI asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarining mijozlarini saqlab qolish va yo'qotish bo'yicha ba'zi misollar. Bular daromadingiz o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun birlik iqtisodiyotini kuzatishda ularni hisobga olish juda muhim hisoblanadi. Har bir foydalanuvchidan daromad olayotganingizga amin bo'lishingiz lozim. Bepul pul tarqatib, buni o'sish deb atamang. Mijozlarni jalb qilish xarajati rivojlanish bosqichingizga qarab, hozircha buni optimallashtirish shart emas. Faqatgina sarmoyangizni qoplash muddatini va har bir jalb qilingan mijoz evaziga foyda ko'rish yoki zarar ko'rishingizni hisobga oling. Bu ro'yxatni qisqa va ahamiyatli tuting. 3 dan 5 tagacha ikkilamchi P asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari maqbul hisoblanadi. Shuningdek, men bu yerga shuhratparastlik ko'rsatkichlarining qisqacha ro'yxatini ham kiritdim. Avval muhokama qilganimizdek, hatto tajribali asoschilarga ham bu ko'rsatkichlarga ustuvorlik berishdan iborat tuzoqqa tushish juda oson. Ular o'zlarini yaxshi his qilishadi va tashqi tomondan tasdiq olishadi. Agar bu kabi vazifalar ro'yxatingizga kirib qolayotganini sezsangiz, o'zingizdan so'rang. Bular daromadimni oshirish yo'lidagi to'g'ridan-to'g'ri harakatlarmi? Bu mening eng katta to'sig'immi? O'sishga qattiq e'tibor berishning qanday ko'rinishga ega ekanligini ko'rsatish uchun men bir nechta misollarni topib chiqdim. Mana hammaga ma'lum bo'lgan DoorDashning demo kunidagi holati bilan mening o'z startapim rikshoni yonma-yon taqqoslash. Ikkalasi ham yetkazib berish platformalari edi. Biz DoorDash kompaniyasidan keyin darhol Vaysi dasturidan o'tdik va Provardida DoorDash 2017 yilda riksha kompaniyasini o'ziga qo'shib oldi. Ikkala kompaniya ham asosiy ko'rsatkich sifatida buyurtmalar soniga alohida e'tibor qaratgan edi. Bu aniq va maqsadli amalga oshirishga imkon berdi. Hamda kuchli va juda o'xshash dastlabki natijalarni keltirib chiqardi. Biroq namoyish kunidan so'ng yo'llar biroz turlicha bo'ldi. DoorDash bilan dastlabki bosqichda o'xshash qiziqish uyg'otganiga qaramay, riksha mablag' jalb qilishda biroz qiyinchiliklarga duch keldi. We tried to optimize for both growth and unit economics. Bu bizni qo'rquv tufayli qaror qabul qilishga majbur qildi. DoorDash singari yuqori daromad o'sishiga aniq e'tibor qaratishni davom ettirish o'rniga biz ham o'sish ham iqtisodiy samaradorlik uchun optimallashtirishga urinib ko'rdik. Biz xavf-xatarni kamaytirish uchun ehtiyot choralarini ko'rishga harakat qildik. Ammo bu juda xavfli bo'lib chiqdi. Bu ikki tomonga bo'lingan e'tibor bizni g'alati bir vaziyatga tushirib qo'ydi. Sekin o'sish holatiga, bu esa oldin aytganimizdek, startaplarni halok qilishi mumkin. Bu yerda rentabellik va o'sish o'rtasidagi ko'plab nozik jihatlar haqida batafsil to'xtalib o'tirmayman. Bugungi asosiy xabar shuki, o'zingizning asosiy KPI'larni tanlang va bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq murakkab narsani optimallashtirishga urinmang. O'sh endi birlamchi va ikkilamchi KPI'larni qanday aniqlash haqida gaplashib olganimizdan so'ng, maqsadlarni qanday belgilashimiz kerak? O'sish sizning asosiy KPI'ngiz deb faraz qilsak, qanday darajadagi o'sish yetarli hisoblanadi? Bu sizning biznesingiz va rivojlanish bosqichingizga bog'liq. Biroq Paul Grahamning o'sish haqidagi mashhur maqolasida ta'kidlanganidek, u shuni ta'kidlaydiki, Vice orqali o'tayotgan kompaniya uchun haftasiga 5-7% o'sish yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. 10% haftalik o'sish esa ajoyib natija sanaladi. Men bir necha bor ta'kidlaganimdek, haftalik yoki oylik o'sish sur'atidagi kichik o'zgarishlar vaqt o'tishi bilan jamlanib, uzoq muddatda katta farq yaratadi. Shunday ekan, agar imkoningiz bo'lsa, erta o'sishni tanlash kech o'sishdan afzalroq. Albom hikoyasidagi kabi, hammom oynangizda ko'rsatilgan raqam sizga aynan shu erta o'sishga e'tibor qaratishni eslatib turadi. O'sish sur'atingizga ta'sir etishi mumkin bo'lgan bir necha omillarni e'tiborga olishingiz kerak bo'ladi. Birinchidan, yashirin talab dastlabki o'sishni tezlashtirishi mumkin. But that growth rate might be tougher to sustain later. Ehtimol, ba'zi dastlabki foydalanuvchilar siz dolzarb ehtiyojni qondirayotganingiz sababli sifatsiz mahsulot tajribasiga ham rozi bo'lishlari mumkin. Biroq bunday o'sish sur'atini keyinchalik saqlab qolish ancha mushkul bo'lishi ehtimoli bor. Yirik korxonalar uchun savdo jarayonining muddati uzoq bo'lishi mumkin. Bu vaqt o'tishi bilan kamayib borishi kerak, lekin dastlabki asosiy ko'rsatkichlar va maqsadlarni belgilashga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday holatlarda siz voronkaning turli bosqichlaridagi potensial mijozlar soni kabi boshqa jarayon ko'rsatkichlari bo'yicha maqsadlar belgilashingiz mumkin. O'sish sur'atingizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yana bir omil bu boshlang'ich bosqichda foydalanuvchilarni organik yo'l bilan jalb etganingiz yoki pullik reklama orqali qo'lga kiritayotganingizdir. Organik mahsulotlar eng maqbul tanlovdir. Siz dastlabki bir nechta ishtiyoqmand foydalanuvchilarni qayerdan topishni bilishingiz, ular bilan bevosita muloqot qilishingiz va imkon qadar ularning o'zlari bu haqda so'z tarqatishlariga erishishingiz kerak. Crank up the ad spend to drive growth. Siz shuningdek, pullik mijoz jalb qilish sinovlarini o'tkazishingiz mumkin. Shunda mahsulotingiz tabiiy ravishda o'sib borayotganini va qancha vaqtda o'zini oqlashini aniqlagach, o'sishni yanada tezlashtirish uchun reklama xarajatlarini oshirishingiz mumkin. Lekin iltimos,
Buni juda erta amalga oshirmang va bu strategiyaga bexosdan mablag' sarflab qo'ymang. Ushbu slaydda oxirgi gapirmoqchi bo'lgan masalam xodimlarni saqlab qolish va ularning ishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish. Biz ko'p uchraydigan savol olamiz. Yangi foydalanuvchilarni jalb qilishga e'tibor qaratishimiz kerakmi yoki mavjud foydalanuvchilarimizni saqlab qolishga? Buning qisqa javobi shundan iboratki, siz har ikkalasini ham qilishingiz shart. Biroz batafsil va nozikroq javob shundayki, har ikkala omil ham daromadingiz o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, qaysi biri ko'proq ahamiyatga ega bo'lishini aniqlashga harakat qiling. You don't want to bring new customers into a substandard product. Birinchidan, chur muammosiga duch kelmasligingizga ishonch hosil qiling va foydalanuvchilaringiz o'zlarining sotib olish xarajatlarini qoplash hamda do'stlarga tavsiya qilish uchun yetarlicha uzoq vaqt qolishiga e'tibor qarating. Sifatsiz mahsulotga yangi mijozlarni jalb qilish maqsadga muvofiq emas, ammo bundan tashqari albatta yangi foydalanuvchilarni jalb qilishga e'tiborni qarating. Pirovardida daromadning barqaror o'sishini ta'minlash uchun bu ikkala ko'rsatkich ham yuqori darajada bo'lishi shart. Super Daily'dan yana bir misolni keltiradigan bo'lsak, ular dastlabki paytlarda o'zlari kuzayotgan xaridorlar soni sog'lom va rivojlanayotgan biznesni aks ettirmasligini, aksincha, pullik reklama aksiyalari tufayli sun'iy ravishda oshirilgan bo'lishi mumkinligini anglab yetishgan. Bundan himoyalanish uchun ular o'z kuzatuv ko'rsatkichlarini ro'yxatdan o'tishdan, buni aldash juda oson bo'lgani sababli 5 yoki undan ortiq buyurtma bergan mijozlarni kuzatishga o'zgartirishdi. Chunki ular buni uzoq muddatli daromad keltirishi ehtimoli yuqori bo'lgan mijozlarni aniqlashning asosiy ko'rsatkichi sifatida ko'rishgan. Bu super kunlik jamoalarga o'zlarining marketing va umumiy daromad maqsadlarini yuqori daromad o'sishiga erishish uchun moslashtirishga yordam berdi. Maqsadlarni belgilashda ikki xil yondashuv mavjud va siz ularning har ikkalasini ham qo'llashingiz mumkin. Aslida shunday qilishingiz lozim. Sizning birinchi imkoniyatingiz yuqoridan pastga yo'naltirilgan yondashuv. Kelajakda ma'lum bir vaqtda erishishingiz lozim bo'lgan maqsad yoki bosqichni belgilab oling. Misol uchun, startap maktabi yakuniga qadar bo'yicha $5 miqdoridagi uzoq muddatli maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan haftalik o'sish sur'atini hisoblab chiqish kerak. Airbnb namoyish kuni bu holat uchun ajoyib misol hisoblanadi. Maqsad belgilang va unga butunlay berilib keting. Vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Shunday ekan, erta boshlash juda katta foyda beradi. Sizning ikkinchi variantingiz pastdan yuqoriga yo'naltirilgan yondashuvdir. O'zingizdan so'rang, kelasi hafta ichida nimalarni haqiqatan ham bajarib ulgurish mumkinligini qanday o'ylaysiz? Shundan so'ng siz bu asosdan kelib chiqib reja tuzishingiz mumkin. Maqsadlarni pastdan yuqoriga belgilash jarayonida fikrlash mashqi sifatida o'zingizga shunday savol berishingiz mumkin. Agar cheksiz mablag'imiz bo'lsa, nimaga erishgan bo'lardik? Ko'pchilik odamlar moliyalashtirish asosiy to'siq deb o'ylaydi. Shuning uchun bu muammoni bartaraf etaylik. Keyingi haftada cheksiz mablag' yoki imkoniyatlarimiz bo'lsa, nimalar qila olardik? Keyin o'zingizdan so'rang, cheklangan mablag'ga qaramay. Bu maqsadga erishish uchun qanday ijodiy usullarni qo'llash mumkin? Maqsadingizni yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga yo'nalishlar orasida belgilang. Aslida ikkalasi ham to'g'ri. Siz qilayotgan ishingiz bir vaqtning o'zida real. Erishsa bo'ladigan va kundalik maqsadlaringizdan yuqori ekanligini ko'rish uchun vaqti bilan har ikkalasini ham tekshirib turishni tavsiya etaman. Yirik biznes qurishda doimo to'g'ri yo'lda ekanligingizni tekshirib borishni unutmang va tasodifan ko'zga tashlanmaydigan, ammo barqaror o'sish bo'lgan hech kimning yeriga tushib qolmang. Keling, daromadga aloqador bo'lmagan ba'zi muhim ko'rsatkichlar haqida batafsilroq gaplashaylik. Bu jozibador tuyulishi mumkin, ammo doimo ham to'g'ri yo'l emas. CSC'ning LTVga bo'lgan birinchi nisbati. Siz bu so'nggi urfdagi so'zlarni birgalikda eshitishingiz mumkin. Bu odatda biznesingizning keyingi bosqichlarida paydo bo'ladigan muammolardir. Lekin ular ko'pincha mahsulotingiz bozorga moslashganidan keyin yuzaga keladi. Odamlar istaydigan asosiy biznesingiz bo'lgach, foydalanuvchilar bazangizni ishonchli tarzda kengaytirishingiz zarur. Shuning uchun hozircha siz faqat sarmoyaning o'zini qoplash muddati haqida o'ylashingizni maslahat beramiz. Ideal holda mijoz jalb qilish xarajatlaringiz $40 teng bo'lib, qoplash muddatingiz ham 0 bo'lishi kerak. Demak, mijozlar dastlabki kundan boshlab daromad keltiradi. Agar XIX yoki pullik mijoz jalb qilishga xarajat qilishingiz zarur bo'lsa, foydalanuvchilar bu xavfsiz xarajatini qancha vaqtda qoplayotganini va siz bu ko'rsatkichga ishonchli tarzda erishayotganingizni aniqlab oling. Sizning mijozlarni saqlab qolish darajangiz bu ishni samarali qiladimi? LTV dastlabki bosqichdagi kompaniyalar uchun chindan ham chalkash masalaga aylanishi mumkin va uni hisoblash juda murakkab. Shunday ekan, qoplash muddatingiz maqbul bo'lishiga va har bir foydalanuvchidan foyda olayotganingizga ishonch hosil qiling. Men gapirib o'tmoqchi bo'lgan ikkinchi jozibador KPI bu bepul ro'yxatdan o'tishlar yoki kunlik faol foydalanuvchilar
foydalanuvchilar soni. Men gapimni shundan boshlayman. To'lov qiladigan mijozlarning mahsulotga bo'lgan kutilmalari bepul foydalanuvchilarnikidan keskin farq qiladi. Shunday ekan, agar kelajakda mahsulotingiz uchun haq olishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, bepul foydalanuvchilardan fikr-mulohaza yig'ish bilan vaqtingizni behuda sarflamang. Bu ehtimol noto'g'ri fikr bo'lib chiqadi. Birinchi kundan boshlab haq oling yoki hech bo'lmaganda bu foydalanuvchilarni o'sish ko'rsatkichingizga qo'shmang. Bu yerda asosiy istisno kuchli tarmoq ta'siriga ega bo'lgan va foyda keltirishi uchun katta hajmni talab qiladigan bozorlar yoki mahsulotlar hisoblanadi. Uber buning ajoyib misolidir. Platformada yetarli haydovchilar bo'lmagani sababli mijozlar uchun foydalanish tajribasi yuqori narx to'lashga arzigulik darajada yaxshi emas edi. Bunday hollarda agar daromad olinmayotgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tishlar soni yoki umumiy savdo hajmi ba'zan yetarli hisoblanishi mumkin. Biroq men startaplar ro'yxatdan o'tishlar soniga haddan tashqari ko'p e'tibor qaratib, daromad olishga juda kech o'tganlari haqida bir nechta misollarni bilaman. Script 2006 yilning yozida Vice dasturidan o'tgan ilk kompaniyalardan biri edi. Ular dastlabki 4 yil davomida asosan bepul mahsulotni rivojlantirish bilan shug'ullanishdi. 5-yildagi grafikda ko'rishingiz mumkinki, ular pul undirish boshlasa, millionlab foydalanuvchilarini yo'qotib qo'yishdan xavotirda edilar. Shuni yodingizda tutingki, ular 2006 yilda ish boshlashgan. 2010 yilning o'rtalarida ular haq olishni boshladilar. Garchi mijozlarining 90% dan ko'pini yo'qotgan bo'lsalarda, ularning daromadi cheksiz foizga oshdi. Nihoyat ular o'z bizneslarini yo'lga qo'yishdi. Garchi Script allaqachon millionlab foydalanuvchilarga ega bo'lsa-da, ular xizmat uchun haq olishni boshlaganlaridan keyingina to'lov qiluvchi mijozlarning haqiqiy ehtiyojlarini tushuna boshladilar. Men bir necha istisnolar haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Daromad qapilariga boshqa istisnolar. Bu apparat ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, biotexnologiya korxonalari va uzoq muddatli savdo skillariga ega bo'lgan yirik biznes korxonalaridir. Bu turdagi bizneslarda o'sishni o'lchash murakkabroq bo'lishi mumkin. Bunday hollarda niyat maktublari, shartnomalar, hattoki texnik yutuqlar ham maqbul mezonlar sifatida qo'llanilishi mumkin. Ammo o'zingizni halol tuting va bu ko'rsatkichlar haqiqatan ham taraqqiyot va rivojlanishni aks ettirayotganiga ishonch hosil qiling hamda ularni muntazam ravishda tekshirib turing. Endi ushbu suhbat yakunida har biringizni asosiy va ikkinchi darajali KPI ko'rsatkichlaringizni yozib qo'yishga va o'zingiz uchun kundalik maqsadlar belgilashga undayman. Keyin haftangiz uchun vazifalar ro'yxatini sinchiklab ko'rib chiqing va belgilangan maqsadlarga erishishga qat'iy e'tibor qaratayotganingizga ishonch hosil qiling. Ko'pchiliklaringiz startap maktabi uchun Slack va WhatsApp guruhlarida qatnashayotganingizni bilaman. Umid qilamanki, ushbu suhbat sizlardan hech bo'lmaganda biringizga mahsulotingizni bozorga tezroq moslashtirish imkonini beradi.